Demak, birinchisiga to'xtalib o'tamiz. Bizda aytibdi 6 pi plus x ko'paytirilgan 2 pi plus x barobar 140. Ya'ni mana shu kvadrat tenglamani ishlashimiz kerak. Dastlab qauslarni ochib olamiz. 6 ni ko'paytiriladi 2 ga birinchi ish bo'ladi. Demak, qayta aytaman. 6 ni 2 ga ko'paytiriladi birinchi ish. Demak, 12 ga teng bo'ladi. Endi 6 ni ko'paytiriladi x ga bu ikkinchi ish. Plus 6x bo'ladi. Endi esa x ni ko'paytiramiz 2 ga plus 2x 2x va x ni ko'paytiramiz x ga plus x ning kvadratini beradi. X ning kvadrati barobar 140 ga. 140. Xo'p, endi x ning kvadratini birinchilikdan yoza olishimiz kerak. Sababi nima uchun deydigan bo'lsak, chunki bizga kvadrat tenglamani formulasi bor. Ax kvadrat plus yoki minus bo'ladi. Bx plus yoki minus bo'ladi. S barobar 0 degan ifoda bor. Demak, birinchilikka shuning uchun x kvadratni yozib olaman. Demak, x ning kvadrati, qolganini tagma-tag yozib ketaveramiz, katak tashlamay. Xo'sh, 6x ga 2x qo'shsam 8x. Xo'p, plus 12. 12. Endi 140 imizni chap tomonga o'tkazadigan bo'lsak, minusdan 140 bo'ladi, barobar 0 ga teng bo'ladi. Xo'p, demak, x ning kvadrati plus 8x. Demak, 140 12 minusdan 128 deb beradi. Chunki kattasidan kichigini ayirib, kattasini shurasini yozamiz degan qoida bor edi. Barobar 0. Endi bu yerdan a ni qiymatiga to'xtaladigan bo'lsak, 1 ga teng bo'ladi. A teng 1, chunki mana bu 1 ga teng. B teng 8 ga teng bo'ladi. S ga to'xtaladigan bo'lsak, minusdan 128 ga teng bo'ladi. Minusdan 128. Sabab mana buni oldida minus bor. Endi kvadrat tenglamani formulasini yozadigan bo'lsam, d barobar b ning kvadrati minusdan 4 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan s degan ifoda bilan ishlanadi. Endi bu yerda demak, b ning kvadratiga 8 to'g'ri keladi. Demak, 8 ning kvadrati minusdan 4 ko'paytirilgan a ning o'rniga 1 to'g'ri keladi. 1 ko'paytirilgan minusdan 128. Xo'p, barobar 8 ning kvadrati 64 bo'ladi. Endi ikkita minusimiz, mana bu ham minus, bu ham minus. Plus bo'ladi, 512 bo'ladi. Xo'p, endi ikkalasidan 576 bo'ladi. Xo'p, buni ildiz oladigan bo'lsam, demak 20 4 ga teng bo'ladi. Endi bu yerdan o'sha x1 va x2 ildizlarini topadigan bo'lsak, xo'p, mana bu yon tomonda yozib qo'yamiz kelingizlar. x1 ildiz topiladi, yodimizdan chiqmasin. Ikkalasining formulasini kiritib qo'yamiz kelingizlar. Birinchi. Xo'p, x1 ildiz topiladi har doim minusdan b plusdan d taqsim 2 ko'paytirilgan a degan ifoda bilan topiladi. Endi x2 ga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, x2 miz minusdan b minusdan d taqsim 2a degan ifoda bilan topiladi. Endi bizda x2 shart emas, sababi buni javob manfiydan chiqadi. x1 ning qiymatini topadigan bo'lsam, x1 imiz teng bo'ladi. Shunda b ning qiymat 8 ga teng bo'lgani uchun minusdan 8 plusdan d ning qiymati 24. 24 taqsim 2 ko'paytirilgan 1. Kattasidan kichigini ayiramiz, kattasini shurasini yozamiz. 24 dan 8 ayiraman 16. Kattasi shurasi plus 16 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam, demak 8 ga teng bo'ladi. Javobimiz demak 8 degan javob bo'ladi. Ikkinchi qiymatimizni topamiz. x2 qiymatimiz bo'ladi shunda. Uzr. Ikkinchi kvadrat tenglami bo'ladi. Demak, 6 ni ko'paytiramiz 5 ga.
Qauslarni ocha olamiz dastlab 30. 6 ni ko'paytiramiz minus x ga minus 6x. Minus x ni ko'paytiramiz 5 ga minus 5x. Va minus x ni ko'paytiramiz minus x ga plyusdan x ning kvadrati bo'ladi. Barobar 20 ga teng bo'ladi. Chunki mana bu yerda ikkita minus plyusni beraveradi. Endi bu yerda ham xuddi shunday birinchilikdan x kvadratini yoza olamiz. Sababi formulamizda yana qaytarib yozadigan bo'lsam ax kvadrat plus yoki minus bx plus yoki minus c barobar 0 degan ifoda bilan ishlanadi. Endi birinchilikda x kvadratini yoza olamiz. Minus 6x minus 5x ikkita bir xil ishorali sonlar kelsa, ikkalasini qo'shib kattasini shurasini yozardik. Minusdan 11x plyusdan 30 va 20 ni endi chap tomonga o'tkazadigan bo'lsak, minusdan 20 bo'ladi, barobar 0 bo'ladi. Xo'p, endi tagma-tag yozib ketaveramiz. X ning kvadrati minus 11x plyusdan 10 barobar 0. Xo'p, kvadrat tenglamaga qo'yadigan bo'lsak, endi bu yerdan a bilan topib olaylik dastlab. A teng 1 ga teng bo'ladi. B teng minus 11 ga teng bo'ladi. C ga to'xtaladigan bo'lsak esa 10 ga teng bo'ladi. Endi kvadrat tenglama formulasini yozsam, B ning kvadrati minusdan 4 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan C degan ifoda bilan ishlanadi. Xo'p, B ning o'rniga minus 11 ni qo'ysak, demak, minus 11 ning kvadrati minusdan 4 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 10 degan ifoda bilan nima qilinadi? Ishlanadi. Xo'p, demak, mana bu 121 bo'ladi. 121 4 ni 10 ga ko'paytirsam 40 ga teng bo'ladi. Demak, 81 bo'ladi. 81 dan ildiz oladigan bo'lsam 9 ga teng bo'ladi. Xo'p, buni ham yuqorida x1, x2 lar yozgandim. Endi bu yerdan topamiz yana qaytadan. Xo'p, x1 da formulasi mana o'sha. Dastlab mana pastdan x1 da topamiz. Minusdan b plyusdan d taqsim 2a. Demak, b ni qiymati minus, lekin formulada ham ko'rib turganimizdek minus bo'lgani uchun minusdan 11. Plyusdan 9 taqsim 2 ko'paytirilgan 1. Endi ikkita minusimiz plyusni beradi, shuning uchun 11 plus 9 taqsim 2 bo'ladi. Shunda 20 taqsim 2 10 ga teng bo'ladi. Endi bu yerda x2 qiymat topadigan bo'lsak, demak, minusdan b minusdan d taqsim 2 a ga teng bo'ladi. B ni o'rniga yana minus 11 plus 9 taqsim 2 ko'paytirilgan 1. Demak, ikkita minus yana plyusni beradi. Uzr, ikkinchisi minus bo'lishi kerak formula mana. Xo'p, 11 ayrilgan 9 taqsim 2. 11 dan 9 dersam 2. 2 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, albatta 1 ga teng bo'ladi. Quyidagi misolimizni to'xtalib o'tamiz. Demak, mana shu kvadrat tenglamani bir turini ishlab o'tishimiz kerak. Bu yerda umumiy makhraj tanlanadi. Umumiy makhraj qanday bo'ladi? Umumiy makhraj ikkalasi uchun umumiy x ko'paytirilgan x plus 200 degan umumiy makhraj tanlab olaman. Va shundan mana buni ko'rib turibmiz, x plus 200 tadan yetmayapti. Bunisiga x tadan, bunisiga esa x ko'paytirilgan x plus 200 tadan. Endi biringlar o'sha ko'paytirib ketaveraman. Demak, tagidan yozib qo'yaman kelasizlar, chunki yuqorisiga joy sig'maydi. Mana bunga yetmay turibdi x plus, ya'ni 12 ga 200 tadan birinchisiga.
Chunki sabab tagida x bor. Mana bunga esa x dan yetgani yo'q. Bunisiga esa x ko'paytirilgan x plus 200 dan tegadi. Endi birinchisini 12 ni ko'paytiramiz x ga, 12x. Xo'p, 12 ni ko'paytiramiz 200 ga. 12 ni ko'paytiramiz 200 ga 2400. Xo'p, endi ikkinchisiga o'tamiz. X ko'paytiramiz 12 ga, minus 12x bo'ladi. Barobar. Keyingisi esa 0.08x ni, sabab mana bu 0.08 bo'lib ketadi. 0.08x ni ko'paytiramiz x ga, 0.08x kvadrat. Xo'p, 0.08 ni ko'paytiramiz x ni ko'paytiramiz 200 ga. Xo'p, bu yerda adashmasam 16 degan qiymat bo'lishi kerak. Xo'p, 0.08 ko'paytirilgan 200. To'g'ri, 16. Demak, plyusdan 16x bo'lar ekan. Endi mana minus 12 va plus 12x lar qisqarib ketadi. 2400 ni o'ng tomonga o'tkazsak, bu tomonga 0 qoladi. Shunda 0 barobar 0.08x kvadrat plus 16x minusdan 2400. Xo'p, mana bu 0 ni bu yoqqa o'tkazib qo'ysak, bizga hech narsa nima qilmaydi, o'zgarmaydi. Xo'sh, endi buni ishlashimiz uchun kvadratning formulasini yozib qo'yaman yana. B ning kvadrati minusdan 4ac degan formuladan foydalanamiz. Bu yerda a ni qiymati teng 0.08 ga, b ni qiymati teng 16 ga, c ni qiymati teng minusdan 2400 ga. Xo'p, endi o'rnga qo'yamiz. Demak, b niki 16, 16 ning kvadrati minusdan 4 ko'paytirilgan 0.08 ko'paytirilgan minusdan 2400. Xo'p, endi 16 ni kvadrati 256 plus, sababi mana bu ikkita minusimiz plus bo'ladi. 4 ko'paytirilgan 0.08 ko'paytirilgan 2400. 768 degan qiymat bo'lar ekan. Xo'p, endi o'sha 256 ni 768 ga qo'shadigan bo'lsak, mana bu yerdan davom ettirib ketaman. 1024 bo'lar ekan. 1024 imizdan endi ildiz oladigan bo'lsak, xo'p, 1024 ni ildizi ne chiqardi? 2 ni 5-chi, 6-chi, xo'p, 32 chiqadi. 32 degan ildizimiz chiqardi. Adashmayotgan bo'lsam. Xo'sh, bir daqiqa. To'g'ri, 32 chiqar ekan. Endi bu yerdan o'sha x1 ildizimiz topadigan bo'lsak, x1 ildiz barobar minusdan b plyusdan d taqsim 2a. Endi bu yerda b ning qiymati 16 ga teng, minus 16 plus 32 taqsim 2 ko'paytirilgan 0.08, ya'ni 2a degani 0.08. Xo'p, endi kattasidan kichigiga ayirib, kattasi ishorasini yozadigan bo'lsam, 16 bo'ladi. 16 taqsim 0.16 bo'ladi. Xo'p, bo'lib taylaydigan bo'lsak, demak 16 ni 0.16 ga bo'lib taylaydigan bo'lsak, demak xo'p, bizga
100 degan qiymat kelib chiqar ekan. Xo'p, ikkinchisiga to'xtalib o'tamiz misolimizda endi. Ikkinchisida ham xuddi shuni umumiy mahrajlarni tanlab olishimiz kerak. Umumiy mahrajimiz 100 ko'paytirilgan 100 plus 2,5x. Xo'p, endi mana buni ko'rib turibmizki 100 bor, lekin 100 plus 2,5x yo'q. Shuning uchun 100 plus 2,5x dan beramiz. Bunisiga esa 100 tadan beramiz, sababi 100 yo'q. Mana bunga esa tagida 1 bor deb tasavvur qilsak, yana 100 ko'paytirilgan 100 plus 2,5x yo'q. 100 ko'paytirilgan 100 plus 2,5x plus 2,5x. Xo'p, endi hisoblashni boshlaymiz. Xo'p, endi hisoblash boshlasak, mana buni sal bo'lib olaylik orasini. O'rtasini bo'lib qo'ydik ikkinchi misolimiz uchun. Tayyorgarlik bu. Xo'sh, demak, x ko'paytiramiz 100 ga 100x. Demak, 100x. Xo'p, x ko'paytiramiz 2,5 ga, demak 2,5x kvadrat. 5x kvadrat. Xo'p, 100 ni ko'paytiramiz x ga, minusdan 100x barobar. Endi bu yog'i 100 ni ko'paytiramiz 0,2 ga 20 bo'ladimi? Yoki bo'lmasa, shunday desak ham bo'ladi. 100 ni ko'paytiramiz mana 0,2 ga 20. 20 ko'paytirilgan 100 2000. 2000. 20 ko'paytirilgan 2,5 50x plus 50x. Xo'p, endi mana bu 100x larimiz ayrilib ketadi, ya'ni qisqarib ketadi. Demak, 2,5x kvadrat 50x imizni o'tkazamiz minus 50x. 2000 ni o'tkazamiz minusdan 2000 barobar 0. Nima uchun endi bunisida chap tomonga o'tkazdim? Sababi mana bu x kvadratning oldidagi qiymat har doim musbatdan bo'lishi kerak. Demak, bu yerda endi a ni qiymati 2,5 ga teng. B ni qiymati minusdan 50 ga teng. C ni qiymati esa minusdan 2000 ga teng. Kvadrat tenglamani formulasiga qo'yadigan bo'lsak endi 2000. Xo'p, D barobar ildiz ostida. Xo'p, minus 50 ning kvadrati minusdan 4 ko'paytirilgan 2,5, ya'ni 4 AC edi. Ko'paytirilgan minusdan 2000. Xo'p, endi shuni hisoblaydigan bo'lsak, xo'p, 50 ning kvadratiga to'xtalib o'tamiz. 50 ning kvadrati ning kvadrati 2500 ga teng bo'ladi. 500. Xo'p, endi mana bu minus va bu minus ikkalasi plyusdan bo'lib ketadi. Plyusdan 4 ko'paytirilgan 2,5 ko'paytirilgan 2000 bo'ladi. 4 ko'paytirilgan 2,5 ko'paytirilgan 2000. Demak, bizga qiymatimiz 20000 degan qiymatga to'xtalar ekan. 20000. Endi o'sha 20000 ga 2,5 qo'shamiz. 22,5 bo'ladi. Va undan ildiz olamiz. Bir daqiqa 22,5 ni ildiz olamiz endi. 500. 22500 dan 150 degan qiymat chiqar ekan. Xo'p, bu yerdan endi o'sha x bir qiymat topadigan bo'lsak,
x2 ham kerak menimcha, sababi b ni oldida minus. Xo'p, x1 qiymat topadigan bo'lsak, minusdan b plyusdan d taqsim 2. B ni qiymati minus va bu yerda ham minus 50. Ikkita minus bor, minus 50. Plus 150. Ya'ni d ni qiymati 150 ga teng, taqsim 2 ko'paytirilgan a ning qiymati 2,5 ga teng, 2,5. Endi mana bu ikkita minusimiz plus bo'ladi. Demak 50 ga 150 ni qo'shsam 200 bo'lib ketadi. Taqsim 5 bo'ladi. Demak 200 ni 5 ga bo'lib tayyorlaydigan bo'lsak 40 tadan bo'ladi. Endi x2 ildizini topadigan bo'lsam minus yana shunday minus b minus d taqsim 2a degan qiymatidan topiladi x2miz. Minusdan minus 50 minus 150 taqsim 2 ko'paytirilgan 2,5. Bizga x2 kerak emas ekan o'zi. Mana bu 50 bo'ladi. 50 dan 150 ni ayirishimiz kerak. Va bo'lamiz 5 ga. Kattasidan kichigini ayirib kattasidan shurasini yozsak, minusdan 100 bo'ladi. 100 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsa endi albatta 20 degan qiymat kelib chiqadi. Ya'ni javobimiz minusdan. Xo'p, demak biz bu yerga 40 degan javobni ola olamiz. Javobimiz 40 degan javob bo'ladi.